Biz ilgirki haftada qaysi darsni o'qiydik? Oxirat darsi. Oxirat haqida to'xtalib. Bugun qaysi darsni o'qiymiz? Chunki oxirat bizning abadiy ona yurtimiz. Bunda abadiy ona yurtimizdan 1-2 darsdan o'tib ketsak bo'lmaydi. Masalan, hozir bu dunyodagi ona yurtimizning so'zlanlar desa, Abdul Qarim Yakandan 1 soat so'zlashi mumkin, hatto 1 kun so'zlashi mumkin. Uning go'zalligi, mustaqil xonadon qurgan u Yakan deb tasavvurlatadilar. Qashqardan so'zlanlar desa, Qashqar degan bizning vatanning poytaxti. U Hedgavada go'zalligidan so'zligini tursa, kunlab so'zlashi mumkin. G'o'lja desak, bo'ldi, g'o'ljadan so'maylar bo'ldi. Abadiy ana yurtimizning qanchalik binasi bilamiz? Qaysilar chiqib 10 minut abadiy ana yurtimizni so'zlayalaysizlar. Biz oxirat haqida, o'zimizning abadiy ona yurtimiz haqida bir narsa bilmagachga, uning qarta bedel to'layolmaymiz. Tirishchilik ko'rsatanmaymiz. Eng aqallisi namozning ig'ri kelishi, dunyodagi ba'zi ishlarning bizni tatib ketishi, mana bu bizningki abadiy ona yurtimiz bo'lgan oxirat hayotiga iymonimizning ojizlik ketganligini bildiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda la yasta'dinukallazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Allohga va oxirat kuniga ishonganlar, ya'ni jannat mening ona yurtim degan bir kishi Alloh yo'lida fidokorlik ko'rsatish, aqlni ishlatish, zehnni ishlatish, pulni ishlatish, jinni ishlatish to'g'risida biror taklif kelsa, ish qilib qolmaydi deydi. Ruxsat so'maydi. 100 ming ko'y foyda chiqadigan bir ish va ma ishni qilaylik desam, qaysini ish qilib qoladi? Qaysinglar o'shni ruxsat so'raysizlar? Hech qaysinglar so'ramaysizlar. Bu nimani bildiradi? Biz oxiratga, dunyoga ishonganchilik, ishonmaganligimizni bildiradi. Agar biz oxiratga, dunyoga ishonganchilik ishonsak, dunyoga ko'rsatganchak tirishchiligimizning nechasini, eng bo'lmadi shuning o'xshishni ko'rsatamiz. Mushoyini oxirida Alloh taolo oxirat abadiy hayotingizga foydasi va mandaq bir ish qiling desa, ish chiqib qoladigan, ruxsat so'raydigan odam qanda deganni bayon qilib qo'ydi. Innama yasta'dinukallazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sizning ruxsat so'raydiganlar, Alloh yo'lida jihad qilinglar va yoki uningdan aqallisroq bo'lgan Alloh yo'lida ma ishni qil, ma zehningni Alloh yo'lida ishlat, ma pulingni Alloh yo'lida xajla degan vaqtida chiqib qoldigan, ruxsat so'raydigan, o'zi o'qiydigan kishilar kimlar desa, allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allohga va oxirat kuniga ishonmagan kishilar. Wartabat qulubuhum. Qalbida shak bor kishilar. Allohga ishonaman, oxirat kuniga ishonaman desam, ularning qalbida shak bor. Agar shak bo'lmasa, o'ylab boqinglar. Abadiy hayotga foydasi bor. Naq ashunda foydasi bor ishqa hech kim ikkilanmaydi. Hargiz ikkilanmaydi. 10 ming emas, 1000 lira foyda chiqadigan ishni mundaq qilaylik desa, hammamiz unaymiz unga. Ammo abadiy hayotga kelgan vaqtimizda uning o'zini o'qishimiz, uning o'g'irlik qilishimiz, u ishlarning bizga egri kelishi, yana bizning men oxiratga ishonaman, o'lgandan keyingi abadiy hayotga boraman, shu yerda dunyoda qilgan ishlarim qarta savob va mukofotni olaman degan bu gapimizningki rost emasligini, uningda shak borligini bildiradi. O'zini mo'min desimi, oxirat hayotiga ishonaman desimi, mushunda shak bor odam qanday yashaydi? Tahum fi raybihim yataraddadu. Ular shu shakida gangirgan holatda yashaydi. Bir qolsa musulmondek, bir qolsa musulmon emasdek, savob bo'ldi degan ishqimi xo'shaqsi qiladigan, pul ketmasi qiladigan, jafo taqmasi qiladigan, mushundaq gangrash ishida. Vaqti kelsa dunyolik bir ish dush kelib qolsa, oxirat ishining ustiga qo'yib o'tadigan, mushundaq gangrash ishida o'tadi. Biz qanchalik darajada fidokorlik ko'rsatsak, oxirat hayotimizga mush yerdan qanchalik pul yo'llay olgan bo'lsak, biz shuningga erishamiz. Oxirat hayotiga ishondim deb ishongan qiyofatda yashash bizga xorliq mahkum bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda sizlarga shundaq bir zaman keladi, u zamanda butun xalqlar hammasi sizni buzaq qilishga boshlaydi. Xuddi bir mehmon taxsining atrofiga, leganning atrofiga o'lishib o'ltirib, tomoqqa kelganga o'xshash musulmonlarning hammasiga hujum qilishga boshlaydi, buzaq qilishga boshlaydi deydi. Buni anglagan sahobalar, "Ey Rasululloh, u vaqtda bizning sonimiz oz bo'lganligidan shunda buzaq qilamdi" deb so'radi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. "Ya, o vaqtning soni ko'p. G'usaun ka g'usaus sayl. Lekin sizlar o vaqtda ko'pikka o'xshaysizlar. Ya'ni soninglar bor, suputinglar yo'q. O'zinglar musulmon deysizlar, Allohga ishondim deysizlar, oxirat hayotiga, abadiy hayotga ishondim deysizlar, lekin haqiqiy ishonmaysizlar. Xuddi saxt pul ko'tarib olib, mening pulim bor deganga o'xshash. Yani iymon bor deymiz, u iymon haqiqiy emas. O iman uchun bedel to'layolmaymiz. Mana mushundaq supatsiz. Mushu vaqtda sizlarga har tarafdan hujumlar kelishga boshlaydi deydi. Va shundaqla Alloh taolo mushunda vaqtinglarda, ya'ni ko'zinglarda dunyoga yo'nib ketgan vaqtda, oxiratga bo'lgan iymoninglar ojizlab ketgan vaqtida dushmandan sizlarni ayminadigan, sizlarni qo'rqadigan bu xil holatni ko'tarib o'tadi.
sizlardan qo'rqmaydi. Nima bo'lsanglar, sizlarni buzuk qilish qilam kirishidi. Va shundaqla va yaqfifannallohu fi qulubikumul vahn. Sizlarning qalbingizga vahnni tashlab qo'ydi deydi. Sahobalar vahn degan nima ey Rasululloh deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vahn degan hubbud dunya va karahiyatul maut. Dunyoni yaxshi ko'rish, o'limni yomon ko'rish deydi. Bu yerda dunyoni yaxshi ko'rish, o'limni yomon ko'rish deganligi bir odam dunyoni yaxshi ko'rib ketgan vaqtida, oxiratga bo'lgan iymoni ojizlab, ko'zida dunyo yo'qnab ketgan vaqtida tabiiyki u odam o'limdan qo'rqadi. Chunki uning ko'zligini dunyo bo'ldi, tirishqini dunyo bo'ldi, to'lagan badani dunyo bo'ldi, sarf qilgan umri faqat dunyo uchun bo'ldi. Oxiratga nisbatan quruq qo'l. Shuning uchun bu odam o'limdan qo'rqadi. Aksicha, oxirat hayoti bo'lgan iymon bizni dunyoga jam e'lon qilalaydigan jasoratga keltiradi. Xolid ibn Velid Faristonning podshohi musulmonlarningki da'vat yo'lini to'sab, nurg'unlagan zulmlarni qilgandan keyin ularga mundaq xat avatdi. Ey Faris podshohi Kisra, aslim taslim. Musulmon bo'l, salomat qolsa. Va illa agar sen musulmon bo'lmasang, islomning oldini to'ssang, men sening qashingga shunday kishilar bilan kelamanki, ular sizlar hayotlikni yaxshi ko'rganga o'xshash o'limni yaxshi ko'radi deydi. Bu gapni anglagan Kisra podshohi biz hayotlikni yaxshi ko'rgandek, o'limni yaxshi ko'radigan bunday kishilarga biz yolg'iz taqobil turolmaymiz deb darhol Xitoy podshohiga xat yo'llaydi. Xitoy podshohi bu xatni topshirib olgandan keyin meningki bunday tog'ni yulib olaman desa oladigan bunday kishilarga qarshi yordam berishga kuchim yetmaydi deb yordam berishni rad qiladi. O'limni abadiy hayotimiz, ona yurtimizga yo'tkilish ishki deb ko'ralgan bu kishilar, bu sahobalar tarixda mana shunday dunyoga jang e'lon qilgan. Oxiratga bo'lgan iymon bizni mana shunday kuchli qilib o'tadi. Chunki o'limni biz vaqtda yo'qolish deb ko'rmaymiz. O'limni ayrilish deb ko'rmaymiz. Aksicha o'limni ma dunyo hayotidan, vaqtliq dunyo hayotidan abadiy hayotimizga, asli bizning yurtimizga yo'tkilish ishga deb ko'ramiz. Bunday ko'rgan vaqtida biz o'limdan qo'rqmaymiz. Oxiratga ishongan bir mu'min musibatlarga to'g'ri pozitsiya bildiradi. Arab shoirlarining ichida donliq bir shoir ayol bor. Xansa deydigan. Bu ayolning yozgan qasidalari, she'rlari 1500 yildan bugun qadar arab she'r adabiyotida o'qilib kelmoqda. Bu ayol shunday shoirlashdan birga jasoratli, fikri uch ayoldi. Cahiliyet vaqtida musulmon bo'lishdan ilgari bu ayolninki ikki qarindoshi boshqalar tomonidan o'ldirib etilgan. Bu ayol shu qadar tuqqanchi, qarindoshlariga mehribon ayoldiki, bu ikki qarindoshiga tarixchilar uzun yil yig'ilganday, ko'p qasidalarni aytgan. Shu qarindoshiga atab aytgan qasidasi bugunga qadar shu ayolninki shoirligini tutib turgan qasidalarning birisi. Bu ayol musulmon bo'lgandan keyin 4 bolasini Hazrati Umar davrida Qadisiya urushiga qatnashtirdi. Bu 4 o'g'ilning hammasi Qadisiya urushida bir-birlab shahid bo'lib ketdi. Sahobalar o'g'lining shahid bo'lganligini bu ayolga yetkazolmaydi. Ansiraydi. Bu ayol ikki tuqqan qarindoshi o'lib ketgan vaqtida shu darajada qayg'urganki, hayoti yig'lash ichida o'tgan, ajoyib qasidalarni to'qiyotgan. Endi biz bu 4 o'g'ilninki shahid bo'lganligini uning qanday aytmaymiz deb deyolmaydi. Oxiri u ayol 4 o'g'ilninki shahid bo'lganligini biladi. Nima deydi? Jahiliyat vaqtida qarindoshlari vafot topganda yig'ilganga o'xshash yoq yertib yig'ildimi? Alhamdulillahillazi sharrafani biqatlihim. Ularninki Alloh yo'lida o'limi bilan meni sharaflantirgan Allohga shukrlar bo'lsin. O'ylab taqali. Allohga ishonishdan ilgari o'limni yo'qolish deb biladi-da, o'ldi yo'qidi, ayrildim deb biladi. Shuning uchun uning qasidalarni aytib ketgan. Ammo islom bilan sharaflangandan keyin bir tuqqun emas, bir tuqqundimi chora bo'lgan 4 o'g'li shahid bo'lsa, alhamdulillahillazi sharrafani biqatlihi. Alloh yo'lida ularni o'lishga muyassar qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Meni shunga sharaflantirgan Allohga hamdlar bo'lsin deb Allohga hamd aytib ketgan. Va shundaqla va arju min robbi ayyajma'ani bihim fi mustaqir rahmati. Robbim meni ular bilan o'zining rahmatida doim turadigan, ona yurtim bo'lgan oxiratda to'plug'ay degan. Bizningki hozir vatanda bo'lgan ishlar qarata, birisimiz otimizdan, birisimiz onamizdan, birisimiz ayolimizdan, birisimiz bolalarimizdan ayrilib, butunlay o'zimizni yo'qotib qo'yishimizning sababi dal oxiratga bo'lgan iymonimizning ojizlab ketganligi. To'g'ri, haqiqatan musibat. Lekin Allohga ishongan odam bu hayotdagi ayrilishning vaqtlik ekanligini, abadiy hayotdagi ayrilishning abadiy ekanligini, haqiqiy qayg'urishga tegishli bo'lgani, mushu dunyoda billa turib, ota-onasi qishda turib, abadiy hayotda ayrilib ketishga sabab bo'lgan ishga tushib qolish, mana bu qayg'urishga tegishli ish. Chunki bu dunyoda ayrilsak, qanchalik ayrilamiz? 10 yil, 20 yil, ammo tugaydi. Abadiy hayotda ayrilib qolsak, mangu ayrilamiz. Bu oxiratga bo'lgan jazm
azmet imanni Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselamı tilagan. Allahumma a'tini imanan sadiqa. Ey Allah, bana haqiqiy rast iman ata qilgin va yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Kufrdan asar bo'lmagan, uning keyinda hech qanday kufr bo'lmagan yaqin, jazmat ata qilgin. Ya'ni abadiy hayot cho'qinba deydigan bu hayot ata qilgin deb Allohning payg'ambarimiz tilagan. Allohning elchisi tilagan yerda biz bu duoga texmi ehtiyojli. Abadiy hayotga bo'lgan iymonimizni qanday kuchlandira olamiz? Birinchi qilib bu dunyodagi hayotlikning mohiyatini tushunishimiz kerak. Bu dunyo qanday dunyo? O'limga mahkum dunyo. Hammamiz o'lib ketamiz. Bu bir haqiqat. Nurg'unlarimiz otimizdan ayrildik, nurg'unlarimiz onamiz vafot topdi. Nurg'un kishilar pullardan ayrildi. Demak, dunyoda erishgan narsalarimiz, dunyoda yaxshi ko'rgan narsalarimiz, u telefonlarimiz, u mashinlarimiz, u motosikletlarimiz nima yaxshi ko'rgan bo'lsak, bu qo'limizda doim turmaydi ekan. Bu hayotda o'limga mahkum ekan degan bu narsani bilishimiz kerak. Herkes o'zimizni ba'zi bir psixologlar aytgandek anında yasha, hozirda yasha, o'limni o'ylama deb hozirga mahkum qilish bu bizni g'aflatga patroq. Bu nimga o'xshaydi desanglar, tugu qushning kallasini qumga patruv elib, ovchini ko'masa, hammani ovchi ko'midi-ku deganga o'xshaydi. Tugu qush kallasini qumga patruv olsa, ovchini ko'maydi. Lekin ovchi uni ko'may qolamdi. Biz o'limni eslamasak, tamam, eslamayli o'limni, ko'nglimizni g'ash qilmayli, hozirimizni yashayli desak, o'lim kelmay qolamdi. O'lim bizni topmay qolamdi. U so'yganlarimizdan ayrilmay qolamdi. Asla. O bir uxultuş doğrusu. Bir mümin o'limga qarta yuzlanadi. O'lim baki. Qanday tayyorlik qilamiz? Nima ish qilamiz? Aqlli inson buni o'ylaydi. Hatto dinsizlarning ishidami aqlli inson nima ish qilib yuriydi? O'limsizlikni hal qilmasak bo'lmaydi ekan. Masalan, Tesla'ning xo'jayiniga o'xshash Elon Musk'lar, Facebook'ninki CEO'larga o'xshash kishilar tajribaxonlarga nurg'un mablag' sarfladi. Nima uchun? Odam badaniga hujjatni o'lmaydigan qilamiz. Chunki bu o'ldik degan gap dunyoda nurg'un narsaga erishsak, o'lsak, yo'qolsak, bu bir ma'nisiz ish. Qancha erishgansa, bizni shuncha g'amga tashlaydigan ish bu. Shuning uchun biz o'limsizlikni hal qilmasak bo'lmaydi deganda, bu haqda bosh qotiryapti. Bu bir aqlli insonning alomati. Lekin ular javobni xatoyatni izlayotdi. Biz oxiratga ishongan kishilar o'limni hal qilib bo'lamiz. Biz o'limni deb bilamiz, abadiy hayotninki yo'tkilish ishki deb bilamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda innaka mayyit va innahum mayyit. Ey Muhammad, sizmi o'lisiz, ularmi o'ladi. Yana bir oyatda kullu nafsin za'iqatul maut. Alloh taolo bizga bu dunyoning mohiyatini tushuntiradi. Nafaslanadigan butun jon o'limning ta'min etadi deydi. Demak, bu dunyoda o'ldikanmiz, yo'qoldikanmiz, bizning so'raydigan savolimiz nima bo'lishi kerak? Biz nereden geldik? Ölüp yok olduk emmiz. Nereden geldik? Bu sualını soraş bir aqlning talebi. Allah Teala bu sualın cevabını Kur'an-ı Kerim'de bergan. Allah Teala ne deydi? İnna halaqnal insana min nutfe amshajin nabtalihi fecealnahu semi'an basira. Biz insanlarni nutfeden bir tamçı sudun yarattık. Atanımız yaratmadı bizni. Ular bir perde, ular bir sebepçi. Qaysınlarninki resmini atanını o'qitib sizalaydı. Resmini o'qitib sizanmagan adam bizni yaratalışı mümkün mü? Eğer ular bizni yaratalsaydı, halisi o'g'il tug'satdi anamiz. Halisi qiz tug'satdi. Qulda emas. Demak, ata-onamiz bir perde, bir sebep. Bizni yaratqani Allah. Allah Qur'on Karimda bizning nereden kelganligimizga javob beryapti. Ey insonlar, biz sizlarni yaratdik. Bir tamchini suvni sabab qildik. Nima uchun yaratdik? Nebeteli sizlarni imtihon qilish uchun yaratdik. Demak, bu dunyo o'limga mahkum dunyo, boshlanishi ekan, oxirlanishi ekan, bu bir imtihon maydoni ekan. Alloh bizni imtihon qiladi ekan. Yaxshilik bilan, musibat bilan, iqtidor bilan, biz yaxshi ko'rgan ishlarni qilmang deyish bilan, biz yaxshi ko'rmaydigan, nafsimizga ig'ir qiladigan ishlarni qiling deyish bilan Alloh taolo bizni imtihon qiladi ekan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Mukofotinglarni dunyo tatgan qiyinchiliklarning mukofotini yawmal qiyamah qiyomatda olasizlar. Faman zuhziha anin nar va udkhilal janna faqad faz. Muvaffaqiyat qozongan kishi kim? Faloni futbolchi emas. Pul topgan odam emas. Haqiqiy muvaffaqiyat qozongan kishi, abadiy hayotini qo'lga olgan kishi. Sizlar havas qilgan futbolchi bilan normal bir odamningki qabrida farqi bormi? Hammasi barobar. Demak, oxirgi nuqta, ya'ni o'lim hammani sipirladi. Demak, bu dunyodagi hisob emaskan. Biz oxirat hayotiga borgan vaqtimizda xuddi tushimizdan uyg'ongandek bu dunyo hayoti tushgan, asli hayot mohiyatgan. Ya laytani qaddamtu li hayati. Hayotim uchun texnik ishlarni qilib olsam bo'pti-ekan. O'lgandan keyin hayotim uchun. Hayotlik emaskan u. Shtek bir, nihoyat qisqa bir vaqtgan u. Dunyoda tatgan azoblar, shunda oxirat hayoti o'tgandan keyin mohiyatga nisbatan o bir tushgan, hammasini unutdik. Ma'qul hayot yashaydigan gap. Shunga ya laytani qaddamtu li hayati. Kashki abadiy hayotim uchun bir ishlarni qilib olsam bo'pti-ekan demasligimiz uchun bu hayotning o'limga mahkum hayot ekanligi va bu o'limga mahkum hayotninki bir imtihon maydoni ekanligini unutmasligimiz kerak. Hargizmi dunyoda nima bo'lgan bo'lsa uni qo'lishib yashamaylik. Ular yashasin. Va shunday yashaydiganligini Alloh taolo bizga xabar berdi. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sizlar qabrga ko'milganga qadar birsinglar bilan, birsinglar men pulni ko'p topdim deb, birsinglar
birisinglar men ko'p o'qidim deb, birisinglar men ko'p diplom oldim deb, birisinglar men ko'p tunildim, mashhur oldim deb bastishish sizlarni g'aflatga qo'yadi. Oxirat hayotidan g'aflatga qo'yadi. Kalla sawfa ta'lamun. Herkes unda qalsın. Pat yaqini bilib qalsizlar. O'lgandan keyin o dunyodagi qimmat qarashning, dunyoda kim nomi chiqqan bo'lsa, uning cho'ng emas ekanligini, kim pul topgan bo'lsa, oxirat hayotida uning cho'ng o'ringa erishmaydiganligini ko'rsizlar. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Haqiqatan pat yaqini bilib qalsizlar. Takrar aytadi Alloh taolo. Chunki shunda o'lgandan keyin ko'rimiz men pushmon qilamiz. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Agar sizlar oxiratga haqiqiy ishondim desanglar, haqiqiy bilsanglar oxirat hayotini asla g'aflatda qolmanglar. Latarawunnal jahim. Shunda o'lgandan keyin jahannamni ko'rasizlar. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Sizlar o jahannamni aynal yaqin bilan ko'rasizlar. Ma hayotga ko'rish, oxirat hayotga vaqtida taxi haqiqiy ko'rish emas. Xuddi tushimizni ko'rganga o'xshash, oxirat hayotimizni ko'rgan vaqtimizda butunlay tirimiz tikildi. Mavken jahannam, hayot mavken. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Ondan keyin dunyoda berilgan har bir ne'matdan so'rasizlar, saqliqdan so'rasizlar, bilimdan so'rasizlar, iqtidordan so'rasizlar, pul moldan so'rasizlar, jiningdan so'rasizlar. Buni nimaga ishlatdinglar deb har bir ne'matdan so'rasizlar. Bu bizga nimani bildiradi? Bu dunyoning bir imtihon maydoni ekanligini bildiradi. Alloh taolo hammamizga oxirat hayotiga haqiqiy ishongan, jazmiyat bilan ishongan oxiratlik insonlardan qilsin Alloh taolo. Bizga iymon, yaqin, haqiqiy jazmiyatlik iymon ato qilsin. Dunyoga tushib, oxiratni unutadigan bunda g'aflatda yashab qilishdan bizni Alloh taolo saqlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.